Endiki mavzu hürmetli vatandaş, G'arbda bir qancha davlatlar birdek, G'arbda bir qancha davlatlar birdek Beijing hukumatining Kanada fuqarolarini turmadan qo'yib berishini talab qildi. Demak, hozir bu ish vatandash Mingmanjuning qo'lga ilinishi Jungoga munosabatli hozir xalqaro jamiyatda diplomatiya g'ulg'ulasi paydo qildi. Şimdi bu mesele nazik mesele, siz bilen biz hem bu şu noktada buna dikkat qilamiz. Dikkatimizden neticesi ahiri qandaq bir taraf qılınıdı degan mesele. Kanada fuqarolar turmida qo'yib berishini talab qildi. Mavzuli xabar 12 ayning 22 kuni Germaniyada o'lqildi e'lon qilindi. Xabar mundaq başladi. Kanada, Yevropa İttifaqı hamda Amerika qatorliq davlatlar 21 kuni Beijing tarafdan qo'lga ilingan Kanada fuqarolarini turmadan darhol qo'yib berishi oshkora talab qildi. Bir hafta burun xalqaro krizlardan saqlanish tashkilotida vazifa o'tayotgan Kanadaning sobiq diplomati Michael Kovrig Çavuşan bilen o'tirdi, madaniyat almashtirish ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan kanadalik savdogar Michael Spavor ilgari keyin bo'lib Beijingda qo'lga olindi. 2 nafar kishi Beijingda qo'lga olindi. Beijing taraf ularni davlat bexatarlik ziyoyat ko'zdi deb aybladi. Lekin tafsilot sabablarini oshkorlamadi. Yevropa İttifaqı tashqi siyosat yuqori darajalik vakili Federica Mogherini ba'zi müşterikler ismini men yozmay yezib olg'achga o'qiyman deb sal ajdab qoldi ekan, gajalab qoldi ekan, men kechira olmayman deb. Hozir Federica deb alay buni bayonot orqali bunday ko'rsatdi. Jungo taraf davlat bexatarligiga ziyon soldi deb ayblab 2 nafar kanadalikni qo'lga oldi. Shuning bilan Jungoda qonunliq, lekin vaqtliq turib tadqiqot bilan shug'ullanayotgan va savdo xizmatlari bilan shug'ullanayotgan kishilar endi ansirashga boshladi. Barliq jadallik. Angliya tashqi ishlar ministri Jeremy Hunt Kanada tarafdan Mingmanju delosini to'g'ri bir taraf qiladiganligi, ishonadiganligini bildirib, o'xshashda Jungo tarafdan Kanada fuqarolarini qo'lga olgan bu harakatining keyingi yoshirilgan siyosiy muddaolardan ansiraydiganligini bildirib o'tdi. Kanada tashqi ishlar ministri Chrystia Freeland bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Mo'sha ayning 5-ida Jungo doiralari 2 nafar kanadalikni qasddan qo'lga oldi. Kanada taraf boshqa cho'nqur ko'ngil bo'ldi va ansiraydi. Va Jungo tarafdan bu kishilarni turmadan darhol qo'yib berishiga chaqirib qildi. Freeland xonim yana bunday ko'rsatdi. Kanada Mingmanju delosida qonun prinsiplari va normal tartiblar masalasida murassaga kelmaydi. Tartiblarga amal qiladi. Shundaqla deloni siyosiylashtirib o'tmaydi. Freeland xonim unday ko'rsatdi. Kanada Mingmanjuni hurmat qilish asosida odil bir taraflamalikka yo'l qo'ymay bu deloni aniq adliya tartiblari bo'yicha bajaradi. Kanada taraf xalqaro qonun, nizomnomalarga amal qilib bu xizmat bajaradi. Bu albatta Kanada Amerika bilan tuzgan o'tkazib berish shartnomasini o'z ichiga oladi. Navbatda Xavi shirkatining moliya amaldori Mingmanju allaqachon kepilga qo'yib berildi. Lekin Amerikaga o'tkazib berish guvohlik yig'ini ochilishdan burun Kanadadan bir qadam ayrılalmaydı. Jungo'da nazarband qilingan 2 nafar Kanada grajdani konsuli bilan cheklik ko'rishish puristiga erishdi. Ya'ni Kanadaning konsuli bilan cheklik ko'rishish puristiga erishdi. Ayda bir qator. Biroq Kovrig hozirgacha advokati bilan ko'rishishga ruxsat qilinmadi.
xabarlarga qaraganda Jungo soqchilari nazarband qilingan 2 nafar kanadalikni o'zi vaqt so'roq qilgan. Yevropa İttifaqı bayonotida bunday ko'rsatdi. Nazarband qilingan 2 nafar kanadalik nazarband qilingandan keyin advokatlar mulozimatiga ruxsat qilindi. Bundan burun Jungo taraf hamda Kanada taraf ochiq oshkora so'rovlarda Menvenju delosi bilan Kanada fuqarolarining Jungoda qo'lga olinganligi munosabatlashtirib eg'izga olmagan edi. Guruhga elish urushi Jungo va Kanadada bir necha 100 odam qo'lga olindi. Qora bosqini, ya'ni balog'i qolgani yanada Jungolar. Xi Jinpingning otisi nima qilish kerak? Shunda qaraganda Xi Jinpingning otisi mu chet elda, balki Kanadada bo'lishi mumkin juma vatandosh. Mavzuliq to'rt filmi 22 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Optori Chimpoko. Ben bu to'g'risida xabar yetkazgan bo'lganman. Paketlar IT istasi bilan oldinlar qo'yay deb olib chiqdim. Demak, hozir Jungo taraf qo'lga olingan odam bir necha 100 demakchi hozir Chimpoko. Kanada tarafdan qo'lga olingan odam bir necha 100 demakchi yoki 100 atrofi demakchi. Biroq bu men mavzuni tahlil qilyapman sizga. Biroq bu son e'lon qilindi. Faqat Chimpokoning og'zidan chiqdi. Bundaqda bu guruhga elish urushi deb buni mavzuni Chimpokon qo'yibdi. Shunday tushunsangiz bo'ladi, hurmatli vatandoshlar.